qanaqa ish tanlashim kerak? Biznes qilaymi yoki o'zimni soham bo'yicha ishlaymi, mutaxassis bo'laymi? Shogird tushaymi yoki qachon o'zim biznesni boshlasam bo'ladi? Mana shu savollarga bugun javob topamiz. Xo'p, birinchi prinsip bu gaplashmoqchi bo'lgan prinsipimiz barbell prinsipi, ya'ni shtanga prinsipi. Kasb tanlayotganda qanaqa kasb tanlash kerak degan kasb. Juda ko'pchilik tez muvaffaqiyatga erishishi, tez mashhur bo'lishi, tez boy bo'lishni xohlaydigan kasblarni qidiradi. Shuning uchun ham blogerlikka, aytishniklikka, aktyorlikka, hozirgi kunda qo'shiqchilikka qiziqish katta bo'lganligi shundan aslida. Ya'ni bittada mashhur bo'lgandan ham ko'tarilish juda ham tez bo'ladi. Lekin stabilness yo'qligi bu ishlarda, ya'ni juda kam odamgina muvaffaqiyatga erishadi va erishib olgunish juda qiyin-da. Ya'ni och rassomlar, och shoirlar, ish topolmayotgan aktyorlar juda ko'p-da. O'shaning uchun ham maraga yetish olgunizcha o'zingizni boqib turishingiz kerak. Shuning uchun shtanga strategiyasi bo'yicha ish tanlaganda biz ikkita ish tanlaymiz. Bitta ishimiz bu doimiy, stabilniy biznes yoki ish. Bittasi pul olib kelmaydi, lekin agar bir kun olib kelsa, juda ko'p olib keladi. Hamma agar har doim mana shu prinsip bilan bo'lsa, jamiyatda ham o'sishi ancha osonlashadi va odamlar och qolib ketmaydi. Ya'ni men o'zimdan misol keltirsam, men hozir blogerlikni ham olib boryapman, misol uchun. Ya'ni qanaqa YouTube'da, Telegram'da, TikTok'da blogerlik olib boryapman. Bundan pul topish qiyin, juda ham boshida deyarli pul kelmaydi. Kelgan taqdirda ham yillar davomida anchadan keyin keladi, lekin kelsa bittada ko'p kelishni boshlaydi. Bilamiz, blogerlar juda yaxshi pul topishadi, lekin o'sha vaqtgacha meni boshqa o'zimning biznesim ham, ya'ni bu yerda bizning ishimiz ham bor. Ana shu davom ettirib turadi. Bu shart emas siz bilan biznesmen bo'lishingiz uchun, bloger bo'lishingiz uchun qayerdadir bitta ishingiz bo'lsa, uni yonida qilishingiz mumkin. Bu bitta misol. Ikkinchi misol, kimdir yozuvchi bo'lmoqchi yoki olim bo'lmoqchi yoki qo'shiqchi yoki aktyor bo'lmoqchi yoki jurnalist bo'lmoqchi. Ya'ni ko'tarilmaguncha pul topa olmaydigan kasblardan biri bo'lmoqchi-da. Ana o'sha paytda unga stabilniy ish ham kerak bo'ladi. Sotuvchilikmi, kichkina bitta biznesmi yoki marketologlikmi yoki ishchilikmi farqi yo'q. Ya'ni mana bu shtanga strategiyasi. Mana shu ish bo'yicha kerak bo'lsa, korzinkaga, supermarketga oddiy ishchi bo'lib joylashamiz, stabilniy anaqaga, oylikka, lekin bizning yana bitta hobbimiz bo'ladi. Tam rassomlik bo'lishi mumkin, dizaynerlik bo'lishi mumkin, anaqadir kitoblarni obzor qilishimiz mumkin, podkastimiz bo'lishi mumkin. Ana shu ishimiz katta bo'lib ketsa, juda katta yutuqlar keladi, xudo xolisa. Katta bo'lmasa, bu yerdagi ishimizda o'zimiz sekin ko'tarilib boramiz. Ya'ni bu yerda evolyutsiya bo'ladi, bu yerda revolyutsiya bo'ladi. Bu o'sha Nassim Taleb aytgan shtanga strategiyasi. Xo'p, endi men endi bitirdim. Qanaqa karyera qilaymi, biznes qilaymi, nima ish qilaymi deydigan odamlar savol tug'iladigan bo'lsa, biznes qilish uchun o'sha sohada mana bir tajribaga ega bo'lish kerak. Odatda 4000 soatcha o'sha sohada tajribaga ega bo'lsa, tipik xatolarni biladi odam. Ya'ni qanaqa xatolar, qanaqa risklar borligini biladi. Ahmoqona qarorlar qabul qilmaydi o'shanda. Ya'ni qaysi sohada biznes qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha sohada demak siz ishlaysiz. Mana misol uchun apteka ochmoqchi bo'lsangiz, aptekada ishlaysiz. Magazin ochmoqchi bo'lsangiz, magazin, media studiya ochmoqchi bo'lsangiz, media studiyada faoliyat yuritasizda. Keyin nechadir yil faoliyat yuritganingizdan keyin o'sha joyda ko'tarilasiz, to'g'rimi? U foyda keltirishni boshlaysiz, maksimalni o'zingizni ko'rsatasizda. Yillar keladi, pul yig'arsiz, kimdir sizga investor bo'laman deydi. Ana o'sha payt o'zingiz xo'jayiningizga chiqasiz. Okay? Menda bunaqa proyekt tug'ilyapti. Men o'zimni ishimni qilmoqchiman. Men erkin bo'lmoqchiman, ketmoqchiman. O'sha payt ikkita narsa sodir bo'ladi. Birinchisi, yoki o'sha odam yo'q deydi. Men seni xo'jayin qilib qo'yaman, shu yerda qol deydi. Va o'sha xuddi biznes egasiga qilgan условияlarni qilib beradi sizga. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant bo'lishi mumkin. Mayli deydi, oq fotiha beradi. Keyin siz o'zingiz ishingizni boshlaysiz. Shu 4000 soatmi, 5000 soatingiz orqangizda bo'ladi. Ya'ni formula juda ham oddiy. Ish topamiz, ishda maksimum o'zimizni ko'rsatamiz, hamma narsani o'rganamiz. Hamma narsani o'rganib bo'ldik, xatolarni, risklarni bilib bo'ldik degan paytimizda xo'jayinimiz oldiga boramiz, aytamiz. Men o'zimni ishimni qilmoqchiman endi. Yoki siz bilan birga qilmoqchiman, yoki kimdir menga sherik bo'lyapti, yoki o'zim chiqib ketmoqchiman. Chunki menga ozgina erkinlik kerak, ozgina mablag' kerak. Shunda haligi odam albatta aytadi. Yaxshi inson bo'lsa, sog'lom muhit bo'lsa, bo'ldi, men seni ko'taraman, bizda ko'taril deydi, yoki mayli oq fotiha deb sizga oq yo'l beradi. Shu ikkalovidan biri. Biznes tanlayotganda ham xuddi shunaqa, katta risklar qilinmaydi. Bitta stabilniy biznesingiz bo'ladigan bo'lsa, startap qilayotgan bo'lsangiz, xuddi shu shtanga strategiyasi bo'yicha pul kelib turadigani turaveradi.
pul kelmaydigan lekin kelajakda bo'lib ketishi mumkin biznesga ozgina ajratib turaveradi. Kasb tanlamoqchi bo'lgan, biznes qilmoqchi bo'lgan, qaysi yo'nalishdan ketadigan insonlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz videomiz. Rahmat.